Uzoq kutilgan kun. Registon oilasi bilan. Hayajon, xursandchilik, raqobat, mashaqqat, mehnat, bularning barchasi bir kunda. Tayyormisiz? Registon bilan bir kun. Registon bilan har bir kun yoqimli va ajoyib. Navbatdagi ajoyib kunni erta tongdan Pavrot filialimizda yig'ilishdan boshladik. Bizni oldinda unutilmas kun kutayotgan edi. Foydali va mazali ko'katlardan tayyorlangan bichak bilan kichik nonushta ham qildik. Qornimiz to'q, maqsad aniq, kayfiyat a'lo holda yo'l yurdik, yo'l yursak ham mo'l yurdik. Registon bog'ini barpo etish uchun bel bog'ladik. Yaxshidan bog' qoladi deb bejizga aytishmaydi-ku. 250 ton mevali daraxtlarni ekib, mo'jaz bog' barpo qildik. Yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog' qoladi deganda daraxt yeyapmiz bu yoqda, xudo xolasa. Musaffo tabiat uchun biz ham o'z hissamizni qo'shganimizdan xursandchiligimizning cheki yo'q. Ammo kun allaqachon yarimlab, quyosh tikka kelib qolgandi. Kunning eng qaynoq qismi team building jarayonlarini boshlash uchun navbatdagi manzildamiz. Asosiy rejalarimizni amalga oshirish uchun bizga kuch kerak edi. Bu kuchni to'plash uchun qariyb bir kun qaynab vitaminlarga to'lib toshgan xalisani tanovul qildik. Energiya to'la, ko'zlarimiz yonib turibdi. Guruhlarga ajralib, challenge'larimizni boshladik. Alpomishdek yigitlarimizning merganlik mahoratlarini sinovdan o'tkazish uchun kamondan o'q otish musobaqasini uyushtirdik. Shunga amin bo'ldikki, ustozlarimiz nafaqat bilimda, balki jasorat, sportda ham ilg'or ekanlar. O'yinlarimizga shijoat bilan kirishib olgan ustozlarimizning shashini so'ndirmagan holda milliy o'yinlarimizdan biri bo'lgan arqon tortish musobaqasiga start berdik. Ustozlarimiz hech ham bo'sh kelishmadi. Bilaklaridagi kuchlarni sinab ko'rishganlaridan so'ng tafakkur bellashuvi, zakovat intellektual o'yiniga navbatni berdik. O'z sohasining mutaxassisi bo'lgan ustozlarimizga zakovat savollari nima bo'libdi? Savollarni xuddi yog'oq chaqqandek osonlik bilan chaqib tashlashdi. Yigitlarimiz bor joyda nima bo'ladi? Albatta futbol. Endi jamoalarimiz millionlar bahsida bellashish uchun yashil maydonlarimizda saf tortdilar. Hakam hushtak chalinishi bilanoq maydonda murosasiz bahs boshlandi. O'ylanib qoldik, balki Registon jamoasi bizni jahon chempionatiga olib chiqar. Yigitlarimiz futbolda qizg'in bahs olib borishayotgan bir paytda qizlarimiz ham bekor qolishgani yo'q. Bir necha yillik tajribaga ega mahoratli oshpazlarimizdan tortib, qozon boshiga birinchi marta borgan qizlarimiz ham mahoratlarini ko'rsata ketishdi. Zum o'tmasdan o'choqda osh deysizmi, qozon kabobu, to'y kaboblar, dimlamalar ham xil bo'lib pishdi. Qizlarimiz rassomlikka ham o'qiganmi deyman, bodring va pomidorlardan allaqanday bezaklarni ham tayyorlab yuborishdi. Shuncha soatlik mehnatimiz bekor ketmadi albatta. Hakamlarimiz har bir taomni tatib ko'rib, adolat bilan baholashdi. Nihoyat hayajonli daqiqalar ham yetib keldi. Musobaqalarimizda kim g'olib bo'lganini e'lon qildik. Ikkinchi o'rin 129 ball olgan. Ikkinchi o'rinda qo'lga kiritgan klub jamoasi. O'tgan team buildingimizning g'olibi ona tili jamoasiga topshiramiz. Marhamat qilib olqishlab qo'ysalaringiz. Ustoz, tortam sizga. Bir kishi olsa. Xo'p, bu kubok tashkil qildik. Kubokda hammalaringiz diqqat qilsalaringiz, qaysi jamoa ekanligi, qaysi jamoa yutib chiqsa, keyingi yo'nalishimizda, keyingi team buildingimizda agar inglizlar jamoasi yutib chiqsa, inglizlarga beramiz, matematiklar bo'lsa, matematiklarga beramiz va kubokda yutib chiqqanlarni ismlarini kubokda ikki yoniga mana berkitib, tarixga muhrlab qo'yamiz va kubokda o'sha Ozodbek ustozdan iltimos qilardik. Mana shu yerga bir rasm tushadigan joyga bir joy qilib qo'ysa, ustozlar har o'tganda, qaytganda bunaqa qilib qo'ysa kubokka qarab. Va albatta o'quvchilar ham albatta ustozlarni bu yerda ko'rib, bir qatoriga xursand bo'lib faxrlanadigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Ustoz, bitta olqishlab qo'yaylik ustozlarni. Bugungi kunimizda hamma g'olib. Registon bilan yana bir kun yoqimli nihoyasiga yetdi.